Seni kilemesmikin dep ensirvidim. Anlasam, ular qo'riqi bardigan paytullan to'sash uchun hamma yo'l egizlarini egallab turibdi. Buni men mo'ljallagan. Shon otdan birini zapas elib olgan. Qo'riqi oz qolganda paytundan tushib, otga minibla bu yoqqa qarab chapdim. Ular paytunni to'sib olgan taqdirdimi, paytundan eshitimi topamaydi. Xabar bormi? Xo'sh xabar bormi? Umid bormi zodi? Biz paraz qilgandimi, yaxshi xabar bor. Mana bu İzoraning hurlik guvonomasi. Endi xotirjam bo'lsangmi bo'ladi, Tobias. Deyadimi yo'q. O guvonomni akagandimi? Payton quruq tursa, uni yana aqtirib nima qilamiz? Ma chamadonni aqtirib baqalimi? Yana aqtirib baqali. Agar hech kim topamasak, Leonsiyo Bayzodi bizga qattiq ochiqlaydi. Carmen xonimni Xudo aman qilsin, jimiki murad maqsadiga yetkazsin. Uning ismini boshqalarga aytmayli. O sana yordam qilganligini boshqalar o'qimisin deydi. Bo'ladi, xotirjam bo'l. İzora hurlik erishganda Leonsiyoning talati qanday bo'lib ketdi ekan? Qani bir ko'rib baqim bor. Endi o hech nima qilolmaydi. Rost aysan, Tobias. Sana nimda rahmat aytishimni bilmayapman. Bir tuqunim bo'lsa-mu, senchilik qilmasdi. Ondaq deb ketma, Tobias. Men sening o'rningda bo'lgan bo'lsam, sen menga shunday qilgan bo'larding. Rahmat sana Enrik. İkimiz hazırla, onun qo'rquv basaqmikin deyman. Hazırla baramdiq? Hazırla. Endi hech qilg'idagi ishim yo'q. Bu guvonomini obdan saqlamsam bo'lmaydi. U yerga berish ehtiyotsizlik bo'lmasmi? Men endi ta'xir qilolmayman. Darrov berib Izoraga aytishim, uni baldiroq bag'rimga bisishim kerak. Bo'ptamsi barayli. Chamdanni aqtirganligimiz chenib qolmasin, uqdingmi? Uqdim. Sizlar o'z joyinglarga berib turinglar. Ondan sen bu ishni boshqalarga aytadigan bo'lsang, bilib qolsam, adingni yeysa. Paytundagi narsani asligida qilib qo'y. Angla. Ularga janobi Enrik paytundan tushib atliq ketgandan keyin qo'riqqa kelgis yo'lda hech qanday ish yuzaymi deysa. Uqdingmi? Chapsanma. Leonsiyo Bayzodi, chamdanda hech nima yo'q. Siz bizga topilgan hiliq hurlik guvonomisimi boshqa hujjatlarmi topilmadi? U yerim yo'lda otga minib ketgan bo'lsa, buningda bir sabab bor. Meningcha, qayningiz cho'qim Santa Cruz qo'riqqa ketdi. Buningda gap yo'q. Isim qurusin. Men nimish odam avatib u iflosning qo'riqini nazorat qilmagandimi? Meningcha bu ishdan umid yo'q emas, Bayzodi. Endi umid qolmadi, Fransisko. Ümidim üzüldü. Rost, geçengidek ish Leonsiyo Bayzodi. Biroq qasam ichimanki bu mening savalligim emas. Albatta, sening savalliging emas.
ishiga qumushliq qaytgan. Men qo'riqqa berib, qanchalik ziyon tatganligimizni o'ylab boqay. Leoncio, siz ularning to'yiga amdi to'sqinlik qilmayman demoqchimi? Albatta. Nemishqa to'sqinlik qilg'idaymi? Uning ustiga ularning to'yi sizni xushal qildigan tursa. Leoncio, Araq keltiringlar. İzoranim chaqiringlar. Bu toz bir tabriklashga tegishli ish. men chaqiray. Mening taklifim biz kompostiki guvochilar mahkamasiga berib, yilqi-o'rlik guvohnomamizni tizimtib qo'yaylik. Men o'zim bu maxsus hujjat yozib, Izoraning amdi o'rligini isbotlab o'tay. Berkel Izora. Aşık məşuqlarning salomatligi uchun ichishaylik. Bakma afsus. Papam tugab ketdi. Onunğa bu baxtlik minutlarni ko'rish nasib bo'lmadi. Men Izora bilan janob Dobiyasning baxtli bo'lishini chin dilimdan orzu qilaman. Ular cho'qim baxtli bo'ladi. Ko'ngling nimdiga yaxshi, Andres? Izora ikkinglar bilan birga turgan odamning ko'ngli yaxshi bo'lmamdimi? Sizlar bilan birga tursa, har qanday odamning ko'ngli yaxshi bo'lib ketadi. O'rlik guvohnomasini tizimlab pop sizni ko'rgili kelaman. Hozir pop Xasunto bilan ko'rishib, to'y kunini patroq bekitib kelay. Men yana bir ishni ansirab turyapman. Nima ishdan? Sizning apangizdan. Sanangiz bizni boshdan oyoq qo'llab keldi. Lekin Alba xonim qanday qararkin? Uni o'g'lining bir didah bilan to'y qilishi qo'shilmasmikin deyman. Qadrligim. Bu ishimizni apam biladi. Shu topda sizni bag'rimga bossam deb turdi. Endish qilg'idek hech ish yo'q. Bunu qanday uqdingiz? Buni menga qizing so'zlab berdi. Buni sizga aytmaginim men. Izora buni menga dedi. Sen xijil bo'lding. Chunki sen uning dadisi. Shundaq turuqliq uni qiyin muhitdan qutuldiramiding. O chaqlarda men qattiq azoblanib yurdim. O ishlar o'tib ketdi. Miguel, mening qizing bilan to'y qilishimga qo'shilamsan? Shundaqli bo'lsa, beshim osmonga yetadi. Sana baxt dilayman. Miguel efendim, Xudoyim tatqan azoblaringizning badliga sizni mangu baxtli qilsin. Sizlarga bir maslahat. Izoraning dadisining salomatligi uchun ishlaylik. Siz Izorada qizingiz bilan faxrlansangiz bo'ldi. Izoramni ozod qilganingiz uchun sizga ko'p rahmat, janob Enrik. Siz de hamma qulning erkinlikka erishganligini ko'rsiz. Yo'qay. Men qulluq tuzum bekor qilingadak degan gapni angladim. Lekin o'zimga ayon men u kunlarga yetib borolmayman. Ko'nglimdagini ezsam janob. Qizim Izora hurlikka chiqsa, bugun o'lib qolsammi? Men mardi rozi.
Nima apa? Saat endi 3 oldu. 3:30 bo'ldi. İşler oňuşlukmy bilip kelgin dep migilin şerge evetdim. Hatırjam boğun. Akam sağ salamet yenip keldi. Tobias'ni kördüňizmi? Guvaçylar mehkemesiga bardыңызmы? Sal ta'xir qilib turing, xon qiz. Bir iş bopdimi? Dobiyas Begzade guvohchilar mahkamasiga bormabdi. Leonsio, Malvina, Izorala uni shu yerda saqlab turibdi. Yo'lda bir ish bo'lgan bo'lsa kerak. Dobiyas Begzadening dergin alanmadik. Men odam avatib yana izitib baqay. Kompost Tobiasga pishiq bo'lish, ezib qilishi mumkin emas. Radlik pul Izora, u peshkanlik uchirmagan. Otda yiqilib tushgandimi ya? Nadi qilgandi? To'g'ri. Qo'rqdiki barliq odamni safarbar qilib, hammaga avatay, izlab baqsin. Cho'qim tepiladi. Qandaq ishlar joyidimi? Hamma ish plan bo'yicha bo'lyapti Begzade. Konni tugmanga boradigan yo'lni hech kim bilmaydi deb o't qila olamsan. O'ti qila olayman Leonsio Begzade. Men u yerga berib ahvolni o'qib baqay. Sen planimiz bo'yicha el qadamni yana izlab baq. Ço. Aşık Begzade, bu yerda qandoqroq turyapsiz? Ko'nglingizdagidek bo'ptimi? Çataq yo'q. Men qo'l qo'ymagan o'rlik va namsining qandoq oqibat keltirganligini uqqansan. Sen ko'ngil bergan dedekka qandoq o'rlik berishimni ko'rishga muhaqqamman. Endi ikkimiz muhim bir ish to'g'riliq so'zlashaylik. Hozirgacha bir ayib uchi tepilmadimi? Bakmo afsus janob, hech qanday jip uchi tepilmadi. Biz bor kuchimiz bilan izlayapmiz. Kechiring, men atraf berib baqay. Juringlar. Bundaq ahvol ostida men sana nimami deya olayman? Chumoqchilaringning himayasida turib qilgan buyruqni jim turib angla demoqchimi? Ağzını yum! Anlamasanmı anglaysa? Qalaymaqan jo'ylashingga ruxsat yo'q. Men bundaq gaplaring to'liq anglab to'yib ketgan. Seningdek sharmandi pastkash. Paskan ağzını yum! Bir necha oydan beri chidab keldim. İçim nafratga to'lib ketdi. Anam meni o'g'li deb tuqqan. Sening undaq beymani odamgarchilikdan chiqqan yo'lsiz talaplaringga hargiz tiz tutmayman. Barliq o'yinlaring amdi oyoqlashdi qadarlik to'g'ris. Afsuslandig'ini. Balkim bugun yoki atdi. Kishilar sening otdan yiqilib o'lganligingni bilishidi. Ras için g'udak ish. Chunki suyimlik dedikin bilan bo'lgan romantik tarix shuning bilan tugaydi. Lekin bu ayib menda emas. Dobiyas Begzade cho'qim tepiladi qizim. Nimalarni o'ylayapsan? Ötünüp qalay dada. Meni birdam yolg'iz qoldirsangiz. O'zingga tasalli topa olamsan.
nima ish bo'lganligini zodi tasavvur qila olmayapman. Buni tasavvur qilish rostli tas. Kampusni 5 pildek aniq biladigan bir odamning shaharga ketib o'tib yo'qolib ketishi qiziq ishda. Men bir ish bo'ldimikin deb ansirayapman. Leoncio, undaq demang, rostli shundaq bo'lib qolmasa yana. Sabr qil. Malvina. Hech ish bo'lmaydi. Dobiyas cho'qim tepiladi. Bu kunlarmi o'tib ketadi. To'la ansirabmi ketmay Malvina. Nima bo'lding? Isab ketdim. Ozroq so'yasanglar. Nima ish bo'ldi? Texi uqmadingmi? Izoraning oshiqi yo'qolib ketdi. Shuni izlayapmiz. Bu gap rostmi? Rost bo'lmaychimisa? Dedikingizga ishonmaydigan bo'lib qoldingizmi? Burun qanday gap bo'lsa deb berardingiz. Gap bo'lmas nimin deb berma. Kirsem bulamdı. Kirevera. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu gullarni ko'rib, ko'nglingiz ichilibmi qala? Ko'p o'ylamang xonim. Bir vaqami bo'lmasin. To'la ansirabmi ketmang. Bugun bir xo'sh xabar kelib qolamdi tehi. Xotirjam bo'lib, Xudoga ishining. Xudo sizni omon qiladi Izora. Yani izlab baqayli. Endi Daryoning o'qitini izlab baqayli. Menmi berib izlashaymi? Gapning o'chig'i Inrik. Sen borma. Bir odamning ko'plik ko'p emasmi? Bo'pti, biroq bu atrof senga tunishliqmi? Shunga Malvina g'amra bo'lib mishadi qolsangmikin deyman. Hozir uning ko'ngli oromida emas. Ma'qul, sening deganingdek bo'lsin.
Mən seni bağımısımıkin dep oylagan inerik. Sen yenimde bolsan könglim büttürek turdu eken. Kechiringlar, uyda aldığan bir az neslerim batdı. Hazırlık kelime. Keştiki ahval qandaq. Mening bilishimcha, amish joyida. Nahit yaxshi. Men hozir tugmanga bir berib kelay. Chorak o'tgandan keyin keynimdan boqin. Xo'p, Bayzode. Kechini qandaqroq o'tkazding, janobi Dobiyas? Ha? Rahatlanib uxlagansa qachon? Biroq sana shuni aytib qo'yay. Ma'shuqning holi xarob. Sen uni yana bir necha soatla o'ylay olaysan. Kechda qazoq uchraysan. Ha? Qani degina, yo'g'anchiliging ne ketdi? Ha? Adolatparvar azmat. Ha? Gap qil. Muhabbating uchun kurash qilmaydigan bo'ldingmi? Ha? 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 Kurash qilaman. Texmi tirishib, kurash qilaman. Odam bormi? Qutquzinglar! Odam bormi? Nega bormoqchisiniz, janobi Dobiyas? Buni qattiq nazorat qilinglar. Uni kech soat 9da Xudoning dargohiga uzdimiz. Bu nayt muvaffaq vaqt janobi Dobiyas. Kech soat 9da ibodatga qo'ng'iroq chalinganda. Tugman dedingmi? U bir vayrani tugmanka. Kon yo'lga yaqinligida u yerga men bir qitim berib baqqan. Santa, sen Leonsio'ning tugman kirib ketganligini rost ko'rdingmi? Men qo'rqdim, tatibim uning keynidan mangdim. Bu ish menga g'altirak tuyuldi. Men u yerga berib ko'rib baqay. Xonim, siz Rost, sen men bilan bildi ba, meni boshlab mansan. Santa, o'z ko'zim bilan ko'rib kelay. bu bexatarlik xonim. Mangayli Santa. Mush atrofni qo'ymay aqtirib chiqdik. Nemishkin tam. Olvostidek
Birdamdila yo'qolib ketganini. Yana izlash niyatinglar yo'qmi? Yo'q. Atatganda izlashmikin deyman. Hey, ular uqtirib qo'y, izlashni to'xtasin. Atatgan bir gap bo'la. Xo'p, Bekzada. Chapsan bo'l. Bugun bo'ldi qilayli. Hammanglar qaytinglar. Atatgan izlaymi? Mashhadma, aniq ko'rganmidim. Yana biroz mangimiz. Xonim, tugmanga oz qoldi. Santa, men mashhad saqlab turman berib baqay. Bu yerga bormang xonim, bexatarlik. Hech gap Bormang yo'q. xonim. O'tinib qolay. Bu yer bexatarlik bormang. Santa, u yerda odam bo'lgan taqdirdami, ular meni hech nima qila olmaydi. Qo'rqma. Bormang. Mashhad kirib tur. Bir nemening shapisi bor, anlamadingmi? Birisi keldi. Birisi kim? Izora. Tugmanga kirib ketdi. Pichoq yo'qmidi? Bu yerda yo'q axichan. Tönögün akşam qo'limni bo'shatib olgandim. Ular texim ehtiyot qilgan bo'lib ketdi. Sizni mening erim tutib keldimi? Ha. Og'amchini yeshatishingiz mumkin. Ehtiyot qiling. Yesh baqay. Asta bekching chigib yetibdi. Tugishni yeshamigidakmi? Bir narsa deb kelib uzib yetay. Izora. Shundoq, Bekzada. Joymi uning kirib ketganligini ko'ribdi. O chaqda men sizning oldingizga ketayotgan. O'z yolg'iz kirib ketibdimi? Shundoq, Bekzada. O'ydi qila olamiz. O'ydi qila olmayman. Endi qana qilamiz? Izora bilan Dobiyasiyani bilganda biz shuncha kuchapmi? Yana. U qanday deb kelgandi? Men uqamadim, Bekzada. Uning keyinda odam yo'qligi o'ydi qila olamiz. O'ti qila olmayman. Uni kirib chaqirib chiqaymi ya? Yo'q. Ular oshiq mashq emasmi? Endi ular mangu. Billa uchsin. Men gapingizga tushunmadim. Ishni taqib etinglar. Chiqib ketimiz deb ham xiyol qilishimiz. Ularni billa qamab qo'yamdik. Nemish qamdi? Tugmanga o't qo'yib ko'ydirib o'taylik. Ularni tirik ko'ydirib o'tish kerak. Bulinglar. Oy. Bu nemening ovozi? Uning bilan qaringiz bo'lmasin. Tezroq bo'ling. Bu yerdan chapsaroq chiqib ketaylik. Xudoga shukr. Oxir yetdim. Ular ishni taqib etibdi. Apla, endi qanday qilamiz? Oycan, o't ketdi. Önüne çıkama, müdürleme. Ben bilen bile koruk kaytsan. Bul. Bırak. Kayıt dedim, kayıt. Tez bul. Shilishinglar! Odam bormi? Shilishinglar!
Sen okulunu tunamsın. Senden soramatım, okulunu tunamsın. O yana iş qıptı mı? Yok. Hiç düşünmedim. Andres'in nemişki jazalayızlar. Seni de yaxşı gördüğün adamının azap çekip atqanlığını hazır görsen, qoşulğansan. Siz zaten nem qılmaqçı? Menden yuşuranmaysan kızacak. Ben senin okulunu yaxşı gördüğünlığını bilemem. Lekin men ondaq dep qılmağan bolsam. Qoruqdaki çoğun kichik işlarning hammasi mening nazarimni saqit qilolmaydi. Gepimga quloq sol. Agar bugun kecha qo'riq yuz bergan ishni birsiga deganingni uqib qolsam, yaxshi ko'rgan adamingga kun yo'q. Senmi yaxshi oqibat ko'rmaysan. Nemiş bo'lganligini men bilmasam. U sening ishing, uningga karim yo'q. Men Malvina xonimni tugmanga boshlab qolgan. Sirtni saqlab tursam, siz keldingiz. Malvina xonimga zodi nemiş bo'ldi? Ha, nima deding? Oy, men sizni Malvina xonimga nemiş bo'ldi deb so'radim. Malvina xonim deysan-ku. Tugman kirib ketgan Malvina xonimmi? Ayta! Bu Xudoning ilgari qilgan gunohlarimga bergan jazosimidir. Burun izorag'i to'lim rəhimsizlik qilganim. Rost. Shundaqla boshqa qullog'imni tashrihlik qilganim rost. Endi pushaymon qilyapman inirik. Rostli pushaymon qilyapman. Burun o'zimni jahonni bir deb yuratdim. Malvina ishqinlamaga yordam bergandan keyin bu qilg'imni o'zgartdim. Inirik. Mağa ishengin. Mening izorani baxtli qilg'im batdi. Malvinani murodiga yetkazmoqchidi. Malvina sening yaxshi niyatingga ishonadi, Leonsiyo. Albatta. Albatta. U hozir nerede? Yetib qoldimi? Malvinami? U sen bilan bilamasmidi? Yo'q. U ujursida o'xshaydi. Bijar Malvina. Bu ishlar uning intayin ig'ir keldi. Malvina ujursida yo'q. Malvinani ujursida yo'q dedingmi? Ha. Boya men uni izdigan. Sen kelishdan ilgari ujursiz kirgan. Men tek uni sen bilan billamekin deb o'ylabdim. Nima? Malvina kech soat 9dan keyin soat sirtga chiqmaydi. Amsi Izoraning ujursiz kirib ketdimikin? Yani Arya boya mehmonxonaga kirib Izora kechki tomog'ini yemedi deb atadi. Izora kechki tomog'ini yemedi. Yani Arya bu yerga qijaroq kelgan. Uzun bo'lmadi. Sen kelishdan ilgari. Leonsiyo Beyzade! Leonsiyo Beyzade! Leonsiyo Beyzade! Sizga deydigan muhim bir gap batdi. Cho'qim shu gap, Fransisko. Xotinim yo'qolib ketdi. Malvina xonimmi? Shundaq. Hamma yana izladik. Hamma uylarni aqtirdik. Soat 8 atrofida yo'qolib ketibdi. Tozim g'alit ish bu. Malvina xonim kechki zot talaq chiqmaydigan-ku. Shu emasmi? Uni cho'qim tepish kerak. Barliq qullarni, xizmatkorlarni chaqirib kel. Hammasi darhol izilsin. Uni cho'qim topayli. Bu ishni menga topshiring, Leonsiyo Beyzade. Men hozirda o'rlashtiray. Bu mağı yandırğınam. Aval dobiyaz. Ondan xotinim yo'qolib ketdi. Kompost bo'yida gazsiz kelgan balami dop. Beyzade'ni gördünmü? Vay mehmonxon dedi. Öz yalğız mı? Janobi Inrik bilan Izoraning dadısı bor.
O ikisinin cesedini bir yerden taptık. Ularını bedenindeki intayın küçük belgelerden tanıdık. Deganlaringning rostlig'iga o'ydi qila olamsiz. Bekzade, ödü kılalayım. Efsusuzlarlık işte bu. Qayadik tugmanda. İşletmeyi taşlayıp etken konu tügümende. Bu yerge anca çırak emas. Bichara Malvina. Ah ko'ngil bir ayolmi shundoq tugab ketdimi? Yuragimning parisi Tobias, birdan bir yaxshi ko'rgan yigitim. Carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, cara